Nima? Jo'kang oldida ochko ishlayapsanmi? Tilingga qarab gapir. Nimaga jim gapirmasdan kelyapsiz desam, ayiqdan qo'rqarkansiz-ku. Yo'q-e. Ayiqni qutqargan odam ayiqdan qo'rqaydimi? Kam tinchlikmi? Nima qilsalar bir? Tushunmadim. Ana u kuni bitta ayiqni yosh bolalardan qutqargan edingiz. Esingizdan? Ha? Becharaning ustidan rosa kulishayotgan edi. Vot, o'sha bechara ayiqmanman. Siz? Qanaqasiga? Siz medsestra Ha, men medsestraman. O'sha kuni ukamning o'rniga chiqqandim. ayiqning ichida qiz bola bor deb o'ylamagandim. Hamma qizlar ham ovqatdagi shahzodani kutmaydi. Bir xilda o'zlari ham ayiq bo'lishadi. Muhabbat kuchli tuyg'u-da. Bir kuldiradi, bir yig'latadi-da. Tushunmadim. Nima kerak sizlarga? Yo'lingdan qolmalaring. Bizani ham Nasrinamizni ko'tarsang yaxshi bo'lardi. Menimcha, ko'chada bola qiz bilan ketayotganda unga ortiqcha gapirish erkakning ishi emas. Bizga shunday o'rgatish. Senga nima o'rgatishganiga qo'ygan joyim bor. Yo nima? Jo'kang oldida ochko ishlayapsan. Tilingga qarab gapir. Sanduqing vagon-mi? Yaxshi. Faqat shundoq qizni uyga kuzatib qaytaman. Gaplashib olamiz. Qanaqa erkakliging bir ko'raylikchi, ha? Seni kutamiz, a? Mushik. Voy-o, boshqacha ekanmi? Ularning oldiga qaytib bormasangiz kerak. Men so'z berdim. Erkak kishi so'zning ustidan chiqishi kerak. Agar ishkal bo'lsa yoki militsiyaga yoki bolnitsaga tushaman. Onam buni ko'tara olmaydilar. Aniq.